avvalambor shu barchalaringni, barchamizni farzandimizni qatorida shu Yahyobek ukamning farzandlari Og'abekjon baxtli saodatli bo'lsin. Aziz do'stlar, mana hozir shu bugun men mana bu yerda mana o'ng tomonimda shu ustozni farzandlari, mana bu yonimda esa shu ustozni, shu insonni ko'rganda ustoz esiga tushadigan, ustozni ko'rganda shu inson esiga tushadigan aziz ustozimiz Elmurod Islom turishibdilar. Zohirshoh, men bitta gap aytaman. Mana men juda ko'p ham suhbat bo'lganman. Ashulalar aytib, yaxshi dasturxonlaringda ko'p o'tirganman. Men bitta narsa aytishim kerak. Avvalambor sizlarga, sizlarning oilalaringga, ustozimizga, sizni onangizga ming rahmat aytmoqchiman. Qachon borsak shu ochiq chehra, ochiq yuz bilan, mehr bilan kutib olishgan, ustozimizga ham juda zo'r qaragan inson. Onangiz ham sog' salomat bo'lsin, aka-ukalar, Shohijahon, singillar, barchalaringiz sog' salomat bo'linglar. Ustozni Alloh rahmat qilsin. Biz juda hurmat qilamiz. Shu otamizni duo qilganda, albatta ustozni ham qo'shib duo qilamiz. Biz sizlarga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Mana shunaqangi dasturxonlarda, mana shunaqangi to'ylarda ishtirok etish, mana shu ukalarimizga ham nasib qilsin. Shularning uylarida ham birga ustozlar bilan xizmat qilaylik. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Men mana shu sahnada turib aytmoqchiman. Muhsin akam ham, Yahyo akam ham otamning duosini olgan, ko'p marta duosini olgan yaxshi akalarim. Boshqa san'atkor ukalarimizga ham maslahat bermoqchiman. Ustozni qanaqa hurmat qilishni borida ham o'tgandan keyin ham o'rganinglar shulardan.